Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men Aziko va bugungi videomizda bolalar sizlar bilan o'sha hardcore videomizni ikkinchi qismini olamiz. To'g'risini aytsam, oldingi videoda juda ham ovozim past bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun bu videoda juda ham baqirib video olamiz bolalar. Shuning uchun ham iloji boricha yo naushnik yulib olinglar yoki ovozni pastlatib olinglar. Hop, bizda ancha temir oz qolibdi. Shuning uchun ham temirlarni kovuryapman. Endi unchalik ham oz qolmabdi-yu, endi baribir ham tugash ehtimoli bor. Xo'p. To'g'risini aytayim, juda ham zerikib ketganimdan bu bazaga kirib hattoki bir nechta ishlar ham qildim. Videoga olganim yo'q lekin. Hop. Hozir sizlarga birma-bir ko'rsataman. Va yangi mod qo'shdim. Voy onasi. Ko'rishingiz mumkin. Yugurish animatsiyalari, umuman olganda animatsiyalar chiki-puki bo'lyapti. Juda zo'r, juda takoy o'ta mo'tadildan qildik. Xo'p. Buni ham telefonni ham ovozini o'yindagini ham ko'taray. Voy, mana agrotimizda ancha narsa o'sib qolibdi va bitta daraxtni ko'paytirib qo'ydim buni ham. Keyin mana bu yerga shakar qamish ekdim. O'sibdi o'sha bilan ham. Hozir endi bularni birma-bir chiqamiz. Va mana ko'paytirib qo'ydik bularni ham. Va bu yerga ham ekamiz bularni. Hozircha ishlatganimiz yo'q. Nezerga bormoqchiman hozir. To'g'risini aytsam, videoga olmasdan qilganim uchun Nezerga o'tgim kelmadi, chunki videoim zerikarli bo'lib qolmasin deb. Nezerga ham hali beri harakat qilganim yo'q. Endi portal qilib qo'ydim, lekin hali beri o'tish hayoliga kelgani yo'q. Xo'p, bir nechta narsalarni olib olamiz o'zimiz bilan. Oltin kiyim ziyon qilmaydi, ayniqsa Nezerga borganda. Va ko'proq bloklar, bular kerak emas. Bo'ldi, o'sha tayyor. Biz bosgan bo'laveradi. Mana Nezer portal. Mana ekis pokes deb bo'ldi. O'tamiz. Ishqim normal joy bo'lsa bo'ldi endi. O'sam bir mazli bo'ladi. Yaxshi. Menimcha atak normal. Normal. Hozirchalik. Nicho yaxshi. Yomon emas unchalik. Kim bittaga paytsam mana olmosli kirganmi hozir sindirib qo'yaman. Shuning uchun ham ikkita temirli snay yasab olamiz. Bizga o'shanda plyuski ishlaydi bular katta ehtimol bilan. Xo'p. Yana sekin gapiryapman. Mana yerga mikrofon ketaylik. Xo'p, buni bosamiz. Redakni ko'rinarliroq qilish kerak. Ko'rinarliroq white qilamiz. Oppoqqina bo'ladi. Oppoqroq ko'rinib turadi. Xo'p. Portal. Bo'ldi. Endi yo'lga chiqsak ham bo'ladi, totaylar. Men mana bu oltinlarni olib ketishim kerak. Men hozir Nezerit topmoqchiman. Nezerit. Nezerit qilsam agar kiyimlarimni juda ham zo'r bo'lgan bo'lar. Va to'g'ri 1.12 versiyada Nezerit qo'shganman men. Nezer update ni, ya'ni tap
oldingi hardcore videolarimni ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar. Xo'p, teparoqqa chiqib ko'ramiz. Aytarli hech narsa yo'q bu yerlarda. Bizga yo bastion kerak yoki qizil qala. Yo bismillah, bismillah. Hop, endi yaxshilab qarash kerak. Yaxshilab. Ko'rinar ko'rinmas deb. Valla oldingi videolarimiz unchalik ham yaxshi bu. Yo baby, let's go. O'ta takoy, o'ta lёгкий. Endi o'tadi. Endi shu yoqqa borish kerak, onasini uyimsin. Shuncha joyga qurib borish it azob-ku bu. Va yetib keldik. Let's go. Ichkariga olaylik. Yeah. Lekin hozir o'lib ketib qolsak, yomon bo'ladi o'zi ham. Let's go. O'sha biz keldik. The Fortress. Men bu videoni ishxonada olyapman. Hozir men kompyuter xonada ishlayman, to'g'risini aytsam. Hozir umuman svet bo'lmagani sababli chiroq o'chgan. Hech kim yo'q. Video olib o'tiribman. Shu atroflardan bastion izlash kerak. Bastion nimaga yana bastion? Chunki bastion bizga juda ham kerakli narsa. Bastionda fitfilyon narsa bo'ladi. Xo'p, sekin pastga tushamiz. Va bosamiz. Xo'p, qani nimalar bor bu yerlarda? Tap 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 tap. Как раз yo'l qo'shing. Hop, yana ozgina qo'limizga har ehtimolga qarshi blok olgan yaxshiroq. Va sandiqlar kerak, sandiqlar. Blazlardan boshqa.
Gast. Iltimos unday qilma. Iltimos. Oh, let's go. Yaxshiyamki eson-omon o'tib oldik. Xo'p, men endi savdolashish uchun ana unaqa hujum qiladigan cho'chqani topishim kerak. Endi savdolashmasak bo'lmaydi. Shu gastni o'zini ham, ovozini ham juda yomon ko'raman. Qarang. Men qizig'i nezerda daraja to'plash juda ham zo'r narsa. Nezerda darajani juda ham tezgina to'plasa bo'ladi. Xo'p, bizga nima kerak emas o'zi? Bizga kerak narsani o'zi ham yo'q-da. Xo'p. Valla shuni tashavoramiz ekan, majburmiz. Xo'p, endi ko'proq shunaqa kvarts to'plashimiz kerak. Daraja uchun albatta. Juda ham zo'r daraja beradi shu narsani. Let's go. Birinchi endermenlarni chopishni boshlaymiz. Keyin baribir ham blazlar bilan olishga to'g'ri keladi. Bismillah.
va kerak bo'lsa kirkalarini sinib ketib, piramidalar izlashga chiqqanlarim barchasi umuman videoga olinmay qolgan. Men Netherdan chiqayotganimda videoni pauza qilganman. Shu payt meni bir tanishim kelib qolgan. Men o'sha tanishim bilan gaplashib, videoni pauzadan chiqarish esimdan chiqib qolgan va shuncha narsa shunchaki harom bo'ldi deb aytsam. Hozirgina men bilib qoldim shu narsani. Men o'zim shunaqa buzilgan kemalarni izlayman. Men qarasam video olmay qolib Xo'p, menda korotchi bolalar video olinayotganda uzilib qolyapti. Ya'ni bu videoni kачествосiga bog'liq menimcha. Va bir necha daqiqalik narsalar, ya'ni uzilishlar bo'lib qolsa, xafa bo'lmaysizlardan bittaman. Va men shu partani ovozini juda ham yomon ko'raman. Buni juda ham ko'p marta aytganman. Bizga ip ham ziyon qilmaydi va yana shakar qamushlarini yig'ishtira olamiz. Bu yoqlarga sig'magandan keyin bu yoqlarga ekaman-da. Xo'p, bizda 53 ta bor o'zi. Xo'p. Endi boshlasak ham bo'ladi. Buni bu yerga qo'yamiz va buni bunday qilamiz. Bizdan 10 ta bo'ldi. Buni ham olib olamiz. Pastga tushamiz.
kerakli 4-5 ta narsalar bor, ya'ni keraklarni tashlab yuboramiz. Oziq-ovqatni olgan bo'lamiz yaxshiroq. Va bularni qo'yamiz, bularni ham hammasini. Xo'p, bu yerlardan ham kerakliroq narsalarni olamiz. Ya'ni bizga ko'proq bloklar kerak. Xo'p, va yog'och ham. Yog'och bizga umuman ziyon keltirmaydi. Va men videoni shuncha oshib qoldi, to'g'risini aytsam. Biz hozircha 4 dona yasaymiz va uchiramiz. Xo'p. Yaxshi, shu tomonga qarab yuraveramiz. Yuraveramiz. Shu yaqin atrofda bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Temir qilich ko'tarib olgan. Harom zombi. La'nati yo'q bo'lib ketdi. Va bolalar, video gigabayti uzun bo'lib ketayotgani sababli men videoni to'xtatib qo'yaman. Ya'ni u yoqqa borgunimcha, ya'ni pauza qilib turaman. Va bolalar kelib ham oldi. Men hozir kutubxonalarni izlayapman. Xaritam borligi menga juda ham qo'l kelyapti. Menga ko'proq kutubxonalar kerak. O'zi bu yerga kelishdan maqsad menga kitoblar edi. Kitoblarni umuman kami bo'lmaydi. Shuning uchun ko'proq olgan yaxshi. Ryukzagimga solib qo'yaman-da. Uyga borib o'zim sekin bularni kerakli joylarga ishlataman. Uch 4 stak olaveraman. Shu atroflarda yana bitta sandiq bo'lishi kerak. Yana bilmadim, mayli bu yerlardan chiqamiz. Men hattoki Ender portaliga olib boradigan joyni ham bilib bo'ldim. Shunchaki mana buni istayotgan edim. Fire aspect ham bor ekan. Kitoblar, ya'ni kutubxonalarni juda ham yoqtiraman. Shu tarafini ikkinchi etajga ham chiqib ko'ramiz. Ikkinchi etajda ham ba'zida kitoblar bo'ladi. Va mayli, kitoblar yo'q ekan.
Va bu yerdan men shunchaki o'zimga kerakli narsalarni olib, keraklilarni esa qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, men endi dragonni portaliga borsam ham bo'ladi. Teparoqqa chiqamiz. Xo'p, endi bu yoqlarga yuramiz. Pastga tushib bu yoqqa yurishimiz kerak va bu yerda bor ekan. Bularni ovozini ham o'zini ham juda yam yoqaman. To'g'risini aytsam, shu joyda o'lib qolamanmi deb qo'rqib ketdim. To'g'risini aytsam, shuncha qilgan narsalarim shunchaki havoga uchib ketgan bo'lardi. Judayam qo'rqinchli. Yaxshiyam o'zim bilan bir paket suv oldim. Xo'p. Bismillohni aytib bosaveramiz, короче. Yo, bismillah. The end. Bu oxirimi yoki bu endmi deyapti. Hozir bizga bu oxiri, короче. Tezroq bosish kerak bo'ladi hozir. Men juda ham zo'r taktika o'rganib olganman. Buning uchun bizga komanda futbolni to'q kerak. Bizda o'zi bor bu narsa. Xo'p, biz shunchaki bir joyda turmasligimiz kerak. Bir joyda turmasdan shunchaki va bolalar mana o'zi arzda ketyapti. Men hattoki olmos qilich ham yasadim. Va nihoyat bolalar
Hattoki endermenlarni ham o'ldirib tashladi bu. Xo'p, bizga ozroq fakil kerak. Buni qo'yib, mana yangi avlod. Hozir men endi shaharlarga borishim kerak. Yana daraja berdi. Yaxshi, juda ham yaxshi. Bo'shliqni ustida paydo bo'lgani juda ham yomon. Короче, bolalar, men yana past gapirib ketyapman borgan sari. Buni ham sababi bor, chunki tomoq ham juda ham og'riyapti. Shu sababli ozroq past gapiryapman. Lekin iloji boricha balandroq gapirishga harakat qilyapman va ovozim g'alati bo'g'ilganga o'xshab chiqayotgan bo'lsa uzr so'rayman avvalambor. Xo'p, endi biz shunchaki juda ham qo'rqib ketdim, to'g'risini aytsam hozir. Juda ham qo'rqib ketdim. Endi bo'shliq ustida spam bo'ldimmi deyotgandim. Juda ham yomon bo'lgan bo'lardi. Va shunchaki tepaga chiqamiz va janglarni ko'taramiz. Va mana ikkinchi qanotlar. Ikkinchi qanotlarni ham oldik va bu yerdan ketamiz. Mana shuncha narsani to'pladim. Mana shuncha narsa. Ba'zan o'zimizdan kelgan narsalar boshqa yo'llar. Yoki boshqa narsani yig'ib ham bo'ladi. Yaxshi. Endi esa shunday ikkilanib. Endi men xo'p, bugungi videomizdan men endi taqdim edim.
bilan endi boshqa boshqa ham bor fakat kam. Shuning uchun bolalarcha men endi fan bilan qaytib to'g'ri. To'g'ri juda ham yomon. Hozir juda qiyin to'g'ri. Mana sizga tesh ko'rishimiz. Va bolalar yuzlik ham qiziq joyga kelib qoldi va bolalar uncha qolgan masalamizni bitta ko'ramiz va bu emas. Men pastga salat olmoqchiman. Men salat joyga salat. Salat joyga olmoqchiman. Xo'p, aynan boshqa. Xo'p, men o'zim pastga olaman. Bu salatni men qanday qilib va qanday qilib salat qilib yeyishni va o'sha narsalarni men tanlayman. O'zi bolalar salat narsani o'zimga qo'yaman. Xo'p, endi bu narsaga keladi. O'zimni olib taqib va o'zimni olib keladi. Men nima ham bor. Yaxshi ham taqib. Yo'q, bir narsa bor qoldi. Xo'p, bola endi men shu yerga qo'yaman. Va bu yerga shuni namazga salat uchun salat qilib. Xo'p. Endi Kita yo'q, mana shu narsani. Buncha narsa. Bir joyga qo'yib olib, umuman o'zim asal qilishni va faqat o'zim yashashni ketyapti. To'g'ri. Bu yerga jonli ko'rgan yerlar ichari qo'ygan. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi bularni artib chiqaman. Juda yaxshi. Xo'p, bu yerga qo'yaman. Endi o'nta salat qo'yaman. Xo'p. Endi bu yerga buni qo'yamiz. Men buni qo'yib Xo'p. Biz umuman hammasini qo'ymoqchiman. Xo'p, yerga buni tarafdan qo'yamiz. Shu narsa kerak. Xo'p, birinchi bu yerga maxsus narsa qo'yadi. Chunki qo'yadi. Endi bu yerga asallar qo'yadi. So'rchi ichadigan instrumentlar, jang va boshqa narsa uchun. Va bu yerga hammasini qo'yamiz. Incha ichadigan olamiz ham. Va bu yerga beraman, hisoblaymiz. Xo'p, bo'la. Endi sizga barchasini narsani bitta topishimiz kerak. Va mayli, mana bunday qo'yamiz. Bor bu yerga men u yerga ishlar uchun kerak bo'lgan narsalarni so'raman. Men yeydigan va ichadigan narsalarni. Va bu yerga qo'yaman. Qanday bo'ladi? Bu yerga qo'yaman. Va yana o'zimizdan olib chiqamiz. Bunga hech yo'q. Lekin hamma narsa yaxshi. Va bu yerga qo'yamiz. Bizlar. Aynan o'zimiz narsalarni. Butun narsalarni qo'yib olamiz. Orasida teşekkür olamiz. Bularni bitta yaxshi demoqdan hazır çekmedim. Bular shu yerda turadi. Xo'p, boshqa so'z bormi? Buni ham so'raymiz. O'sha saytdan o'zim ham yo'q ekan. Olmayman ham yo'q. Yo'q o'lganman. Undan so'ng o'zim ham o'ylab, o'lganman ham o'ylab. Xo'p, endi sabr qilib o'tirgan. Bu yerga boramiz. Va bolamcha hammasi tayyor bo'ldi. Va endi to'plarni ham qo'yib. Men to'plar o'sha narsani qolgan. Thank you.